Assalomu alaykum azizlar, bizning doimiy kuzatuvchilarimiz. Ha, anglaganingizdek doira dasturi yana efirda. Bugun ham sizlarga eng saralarini, eng shov-shuvlarini va eng ishonarli ma'lumotlarni tayyorlab qo'yganmiz. Shunday ekan, biz bilan birga bo'lsangiz, aslo zerikmaysiz. Demak, biz boshladik. Xonanda Zahida ukasining to'yida nima uchun yig'ladi? Buni faqat ukasi borlar tushunadi deya yozib qoldirgan. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda. Xonanda G'aybulla Tursunov shaxsiy hayotidagi ayrim ma'lumotlarni ochiqladi. O'zbek kino san'ati tog'lik kuyovidan ayrildi. Tun dilimga kunduz bo'lgan do'stim endi yo'q. Hozir Moxtabon bilan uchrashamiz va ajoyib suhbatni sizga taqdim etamiz. Ketdik. Olti yil davomida ekrandan tushmay kelayotgan Qodirxon seriali. Filmning finali qachon yoki u hali davom etadimi? Xudo xolisa bundan keyin ham voqealar davom etaveradi. Ustazoda san'atkor Sunnatulla Do'stovning Alyonechka qo'shig'i allaqachon hit darajasiga yetdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muxlislarni e'tirofiga sazovor bo'lgan bu qo'shiqni Azizbek ismli bolakay kuyladi. Buni qarangki, Sunnatulla Azizbekni jarimaga tortmoqchi bo'ldi. Lekin buni qarangki, bu Instagram hazili bo'lib chiqdi. Shu va shunga o'xshash yangiliklarni tayyorlab qo'yganmiz. Demak, navbat Insta yangiliklarga. Marhamat. Xonanda Zahidaning ukasi uylandi. Xonanda to'y tasvirlarini Instagramga joylar ekan, o'z sahifasiga buni faqat ukasi borlar tushunadi deya yozib qoldirgan. Xonanda Zahidaning ukasining to'yi hayajonga solgan bo'lsa, yana bir taniqli xonanda farzandim deya kuylamoqda. Ayniqsa qizlarga otalarning mehri boshqacha bo'ladi. Xonanda Imron har bir ota-onaga eng aziz ne'mat bo'lmish qiz farzandlarga atab qo'shiq kuyladi. Muzayyana, ijroga o'zingiz baho bering. Mening Xudo bergan mehribonim qizim, o'zing go'yo uyimdagi farishtamsan. Qizlar ismiga qo'shiq kuylashdan aslo charchamaydigan xonanda Hamdam Sobirov bu safar qaysi ismga qo'shiq kuylar ekan? Yuragim kulmaydi, Nilufar, qolib ketkelmaydi, savollar bermaydi, ahvolim ko'rmaydi, Nilufar. Ha, to'g'ri eshitdingiz, Nilufar. Demak, yurtimizdagi barcha Nilufarlar xursand bo'ladigan bo'ldi. Ular orasida ustazoda ijodkor Nilufar Usmonova ham bor. Qo'shiq xonandaga ham manzur bo'lgani aniq. Yo'qsa u o'z sahifasiga joylamagan bo'lardi. Xonanda Nilufar Usmonova Osevgi deb nomlangan taronasiga klip suratga olyapti. Ushbu yangi ijod mahsulida xonandani o'zgacha obrazda ko'rishingiz mumkin. Sardor Toirov shu kunlarda o'z muxlislari bilan juda ajoyib muloqotga kirishdi. U har bir yangi qo'shiqni kuylashdan avval qo'shiq parchasini muxlislariga ham taqdim etadi va ularning tanlovi asosida yangi qo'shiqlarni taqdim etmoqda. Bu safar ijodkordan Sog'inchim daryo taronasi. Siz ham bir eshitib ko'ring-chi. Yana o'sha baxtli kunlarga hali imkon bor. Yana qayta baxtli yashashga. Yana bir ustazoda xonanda Sunnatulla Do'stov shu kunlarda Yevropa bo'ylab sayohat qilmoqda. Ham sayohat, ham ijod deganlaridek, Sunnatulla ham yangi qo'shiqlarini muxlislariga taqdim etib kelmoqda. Yondirar ekan bu go'zal tuyg'u, ikkita yuzi qip-qizil alyonechka, sen meniksan endi всё точка. Yozning qaynoq tafti yondirayotgan bir paytda ijodkorlar ham shu mavzuda qo'shiq kuylashmoqda. Firuza Jumaniyozova hamda Asilbek Ne'matovdan yana yangi duet tarona. Ularning oldingi duet taronasi ham juda ham hit bo'lgan edi. Bu safargi yangi Yondir taronasi ham albatta yondirishi aniq. Kim kimni yondirishini tez kunda birgalikda bilib olamiz. Instagramda hozircha shunaqa yangiliklar. Barchasini doirada biz bilan birga kuzating. O'ylaymanki, sizga ham qiziq bo'ldi. Xalqimiz ana shunday san'atsevar xalq. Xo'sh, bugun qanday qo'shiqlarni tinglashyapti?
Hamkasbimiz Sevinch bugungi kundagi eng hit taronalarni aniqlab keldi. Xo'sh, sizga qiziqmi? Bizga ham qiziq. Tomosha qilamiz. Shu haftada kimning ashulalarini ko'proq sevib eshityapsiz? Basta Guf. Слушаю Somber, Being Friends. Я слушаю Marta My Dear от The Beatles. Shu hafta Garas davomida kimning qo'shiqlarini ko'proq eshityapsiz? Munisa Rizayeva. Farruh Fayyozning qo'shiqlarini. Aynan qaysi qo'shig'i? Bor, o'shalarga bor. Yulduz Usmanova. Hamdam Sobirov. Aynan qaysi ashulasi? Misol uchun Nazira, yana boshqalari. Bor, o'shalarga bor, lekin kim aytganini eslolmayapman. Farruh Fazil. Aha. Xuchona. Может uydu ini Vernus. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda Zahra yıldız miltirar xiranda otganda. Massa. Ozoda Nursaidova. Ko'k Jiguli qo'shiqlar toza trendda bo'lib ketdi YouTube'da aylanib. Ko'k Jiguli. Ko'k Jiguli eslatadi seni meni Jiguli. Jiguli, ko'k Jiguli eslatadi sevgimizni Jiguli. Qo'shni guli qizg'onardi seni mendan o'sha guli. Rossiyskiy muzikantlardan Makani qasidi. Qani qaysi qo'shiq? Hamma qaysi muzikasi 90% muzikasi. Rayhon. Qaysi qo'shiq? Hamma qo'shiqlar yo'q. Sem. Orzuga ishon. Taqdirga. Ayniqsa baxtli bo'laman qo'shiqni juda ham sevaman. Rayhonning ashaddiy muxlisiman. Bizga to'rt qator aytib bera olasizmi? Yo'q, unaqa. Baxtli bo'laman. Albatta qachondir baxtli bo'laman. Hayotimdaman. Baxtli bo'laman. Hayotimdaman. Mana guvohi bo'lganingizdek, viktorinani g'olibi Farruh Fazil bor qo'shig'i bilan. Farruh, sizni tabriklaymiz. O'shalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshig'i bemor. Ana shunday hitmekerlardan biri G'aybulla Tursunov ham doira dasturining mehmoni bo'ldi. G'aybulla Tursunovni hech qayerda aytmagan sirini doirada bilib olasiz. Marhamat, tomosha qiling. Shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki. Doira dasturining navbatdagi mehmoni hitmaker, juda ham ko'plab muxlislar va go'zal qizlarni e'tirofiga tushayotgan xonanda G'aybulla Tursunov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Doirada meni qo'yib ko'rganingizda xursandmiz. Doiradan chiqmasak bo'ldi. To'g'risi o'tgan safar ham siz bilan suhbatlashib, haqiqatdan juda ham mazza qilgan edim. Juda ham samimiy insonsiz. O'sha dilidagi tilida deydi-ku, harakat qilasiz shu insonlarga ham samimiylikda ulashishga, hatto bu qo'shiqlaringizda ham seziladi. Yolg'on gapirmasak bo'ldi. Bu yog'i menimcha samimiylikka kirsa kerak. Yolg'on yo'q. Yaxshilik yo'lida ham yolg'on ishlatmaysizmi? Yaxshilik yo'lida ishlatsa bo'ladi. Unaqa keraksiz yolg'onlar bo'ladi. Esdan chiqib ketadigan yaxshilik yo'lida faqat. Shunaqa vaziyat bo'lganmi? Masalan, siz hali uydasiz-ku, lekin sizga qo'ng'iroq qilishdi, "Mana keldingmi? Mana hozir kelib qoldim." Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Yolg'on ishlatilgan. Masalan, "Mana hozir kelyapman" deysizda, lekin uyda bo'lasiz. Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Men ko'p kutaman shu vaziyatlarda, ko'p men keldim, pashta kelib qoldim, 5 minut qoldi deb aldashadi, keyin 1 soat, 2 soatdan kelishadi. O'sha yoshligimda ko'p bo'lgan shunaqa narsa, o'shaning uchun men o'zim hech qachon unaqa qilmayman. Uydaman, hozir boraman, premyerani vaqtini aytaman. Uyda bo'lsam uydaman deyman. Lekin dilingizni sizga yoqmaydi, dilingizni xira qiladi shunaqa yolg'onchilar. Kutish juda yomon-da. Bilishingiz mumkin, bemalol aytishim mumkin, G'aybulla Tursunov sizni kuttirmaydi va yaxshi kunlaringizni chiroyli o'tkazib beradigan insonlar qatoriga kirgizamiz. Chunki ustoz ko'rgan, ustoz tarbiyasini olgansiz. Ustozingizni yo'lidan negadir ketmayapsiz.
ustozim o'zi bitta odam, uni yo'lidan ketsam, men yana shunaqa bo'lib qolishim mumkin-da. Mani ustozim o'zi ham aytgan, mani yo'limdan emas, o'zingni yo'lingni topib, shu yo'lda ijod qilgin deb aytganlar. Chunki hammani o'zini yo'li bo'ladi, o'zini san'ati bo'ladi. Lekin sizni yo'lingiz haqiqatdan hali o'zbek shou biznesida uchramagan, bir o'zgacha, bir romantik desam ham bo'ladi. Qanaqadir bir qizlarni nimagadir aynan qizlarni qalbiga kira oldingiz. Qizlarni endi dardi ko'p ekanda. Hozir o'sha dardni aytib qo'ydim, shunga shu dardni eslab yurishibdi endi. Doirada xushxabar, hurmatli teletomoshabinlar, 11-oktyabr siz kutgan kun, ya'ni Alpomish Muz-saroyida Xudo xolisa Yakkaxon konsertimiz shunchaki deb nomlangan konsertimizga barchalarni taklif qilamiz. Xudo xolisa zo'r bo'ladi konsert. bu konsert shunchaki bo'lmaydi. Bu konsert judayam katta tayyorgarlik bilan bo'ladi. Nega aynan Muz-saroyda? Bizani eshitadiganlar ko'proq yoshlar yo'lda turib konsert ko'rish kerak bo'ladi. Biz shu atmosferani bilmoqchimiz. Konsert qo'ysak, shu odamlar orasidan turib ko'rarmikin bizani degan maqsadda va o'zimiz uchun sinov. Yaxshi bo'lsa, keyingi yilga Xudo xolisa Xumo arenada yoki Bunyodkor stadionida shunaqa niyatlarimiz kattaroq. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Meni telba demanglar, men daydi emasman, men telba emasman. Aynan shu qo'shig'ingizda qanaqadir bir restorandami bilmayman, odam gavjum dedi, bir qiz juda ham raqsga tushdi. Juda bir berilib raqsga tushdilar. U qiz sizga kim bo'ladi? Tanishim? Meni daydi demanglar, men daydi emasman. Unaqa yaqin Kelishilgan. Yo'q, kelishilmagan. Xizmatlarda ko'p ko'rganman bu qizni. Bu qo'shig'imni so'raydi. Shu qo'shig'im qanaqadir ahamiyatga ega ekan shu qizga va bu raqsi bilan ko'rsatib bera oldi. Albatta. Telba emasligini. Albatta. Endi ma'nosi ham shunaqada, meni daydi demanglar, men daydi emasman, men telba emasman. Dardim faqat bevafo yor. Shu bevafo yorni orqasidan balki shunaqa ko'rinayotgandir ko'zingizga meni hayotim degan maqsadda.
Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatyapman. Ijtimoiy tarmoqda ham yaxshigina, nima deydi, aktivsiz. Muxlislaringizdan juda ham ko'p savollar keladi va eng ko'p beriladigan savol G'aybulla Tursunovning shaxsiy hayoti. Shaxsiy hayotingiz haqida nima deya olasiz? Shaxsiy hayotim haqida shu oddiy odamlarga o'xshab oilali farzandlarim bor. Maza qilib yashab yuramiz. Nechta farzandingiz? 3 ta. Qiz, o'g'il. 2 ta o'g'il, 1 ta qiz. 그냥 난 그대를 보고 싶어 그냥 난 Mana Koreys yigiti aynan Xastamanu qo'shig'ini kuylaganini ko'rdik. Behijolat mayli kuylaver dedingiz, ruxsat berdingiz. Lekin mana hozir ko'ryapmiz, ko'plab o'sha ustoz san'atkorlar o'zini ijod namunasini qizg'anadigan davrdada. Shoirlar masalan 2 misra she'ri uchun ham hattoki mualliflik huquqi qilib jarimaga tortilayotganlar ham yo'q emas. Sizni bu hech qanaqa bir g'ashchigingizni keltirmayaptimi mana shu holatlar? Yo'q. Bu yerda endi masala bir-birini hurmat qilish kerak bo'ladi. Shoir hofiz albatta shoirni hurmat qilish kerak bo'ladi va shoir yozgan o'sha so'zlarini o'zinikini qo'shish mumkin balki, lekin joy-joyida etib, ashula chiqargisa ham hamma yo'ga shoirning ismini, familiyasini to'liq yozib ketilsa, shunda shoir ham xursand bo'ladi. Shoirga ham o'sha reklama bo'ladi, boshqa joydan boshqa san'atkor kelib turib o'shandan yana she'r oladi. Baribir shoirga ham e'tirof etib ketish kerak. Shunga balki xafa bo'lib, ko'p san'atkorlar bir xil bo'ladi deb balki shunaqa shtraflarga, qanaqadir narsalarga to'g'ri kelayotgandir. Meni fikrim shu o'ylayman. 하스타마누 네가 없는 하루는 난 하스타마누 하스타마누 내게 남긴 상처들이 선명해져 Juda ko'pchilikni qiziqtirgan savol xonanda Jasmin bilan aloqalaringiz. Ular bilan juda ham do'stona munosabatdasiz, trendlar ketma-ketligini olyapsiz. Men juda ham hurmat qilaman, Jasmin meni singlim. Va ko'p joyda kerak bo'lsa aka singildek bir-birini himoya qiladi-yu, shunaqa turib bera olaman. Endi bu vaynlik keladigan bo'lsa, bu Instagram ham bir televideniya bo'lib qoldi, shunga har xil ko'rsatuvlar bo'ladi-yu, shunga o'xshagan narsalarda. Odamlarni sal kayfiyatini ko'tarish uchun. Vaqtini olish uchun emas lekin. Ortiqcha savollarga javob topildi degan umiddamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, doirada siz sevgan, elimiz sevgan va ko'plab insonlarning qalbidan joy olib kelayotgan hitlar qiroli desam ham mubolag'a bo'lmaydi. G'aybulla Tursunov edi. Rahmat, ijodingizga omad tilaymiz. Rahmat. Doimo doiraning ichida bo'linglar, shunda uzoqqa boramiz. Voy, Sevara, dugonang keldi. Привет, qalaysan? Salom. Xush kelibsan, asalim. Tabrik keldingmi? Rahmat. Bu gullar senga. Tanish. Mana eng yaqin o'xshayotgan do'stim. Assalomu alaykum. Salom. O'tiramizmi? Ket. Aha.
Shu. Hozir chiqaman, hozir. Keling. Kiravering. Kirish niyatim yo'q. Ana bu o'ynoqi qizingni meni o'g'limdan uzoqroq tut. Men senlardagi gadoyvachchalar bilan quda bo'lmayman hech qachon. Tushundingmi? Yo'qolayimdan. Ha. Ko'p turish niyatim yo'q. Tushunding degan umiddaman. Guvohi bo'lganingizdek, G'aybulla Tursunovning muxlislari yetarlicha. Yana ana shunday muxlislarga ega bo'lgan ijodiy asar bor. Bu Tog'li kuyov filmi. Bugun marhum san'atkor Yo'lchi Ortiqovni doira dasturida xotirlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Xolmurod! Xolmurod! Yo'q, bolam. Kelaqol. O'zbek kinosi tarixida Tog'li kuyov filmi alohida o'rin tutadi. Ushbu kinokartina nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham tomoshabinlar tomonidan sevib ko'riladi va ularning qalbidan joy olgan asardir. Filmning eng yorqin obrazlaridan biri bu albatta Tog'li yigit Xolmurod roli edi. Bu obrazni marhum aktyor Yo'lchi Ortiqov shu qadar tabiiy ijro etganki, filmni tomosha qilar ekansiz, uning rostdan ham qishloqda katta bo'lgan oddiy chapani yigit ekanligiga ishonasiz. Voy, malades. Yarashganni qarang. Yana patinka to'g'ri kelmayapti. Tog'li kuyov filmidagi Xolmurod obrazi o'z so'zida qat'iy, or-nomusini himoya qiladigan, yuragida samimiyat va halollik yashiringan chapani qishloq yigiti. Yo'lchi Ortiqov bu rol orqali o'zbek tog'liklarining fe'l-atvorini, ularning hayotga bo'lgan qarashlarini ishonarli ifoda etdi. Uning ovoz ohangi, qadam tashlashi, qarashlaridagi qat'iyat, bularning bari obrazni tomoshabinning yodida muhrlab qo'ydi. Bu yoqqa o'tchi. Qani bu yoqqa. Kel. Nima deysan? Adalashma! Hali ko'radigan edik, ko'rasan hali. Shu yerda yer. Toshingni o'zing teraver. Madina opa, Tog'li kuyov filmi uchun siz kastingda ishtirok etganmisiz yoki to'g'ridan to'g'ri sizga taklif kelib tushganmi? Albatta, yosh qizlar kastingda ishtirok etgan, meni ham chaqirishgan, men o'tganman. Rejissyor Mashrab Kimsanov va Adolat Kimsanova rejissyorlik qilishgan, birga kino ishgan. Tog'li kuyov tasvirga olish ishlari asosan qayerlarda bo'lib o'tgan? Juda ham qisqa vaqt mobaynida Toshkentda, Chilonzor ikkitagina xonasida juda ham soddagina, oddiygina kino olingan. Grimer ham bo'lmagan, kostyumer ham bo'lmagan. O'zimiz kichkina bir kollektiv, o'sha kerakli aktyorlar hammasi ishtirok etishgan. Juda ham tez kunda, bir 5-6 kunda meni syomkalarim tugagan, bitta urinishda hammasi tez va soz olingan. Qani kuyov egiling, 1-2da to'kiling. Yine ha? Voy Xolmurodjon. Voy dod. Voy nimasam? Nima oldu?
nimaga? Ha, nima oldi? Nima gap? Qani, nima qildi senga? Ne o'linglar, ya? Xolmurod va Jamilaning ekrandagi uyg'un ijrosi, tabiiy dialoglari filmning muvaffaqiyatida muhim rol o'ynagan. Filmdagi har bir epizod hayotiyligi bilan tomoshabinga manzur bo'lgan. Filmda Xolmurodning jufti Jamila rolini ijro etgan iqtidorli aktrisa Madina Muxtorova partnyori bilan har bir epizodni tasvirga olishda umuman qiynalmaganini ta'kidladi. Judayam bir-birimizni tushunadigan holda aytyapman-ku, rostdan ham hech ham ikkinchi dubl olmaganmiz-da. Masalan, o'ynab yurgan, o'ynaydigan, raqsga tushadigan joylarimizda ham men hozir sakrayman deganimda hali ko'tarib olgan joylari bor. Yoki bo'lmasam anaqa nima deydi, men tez chopaman, siz tezroqligi qo'limda lagan ushlab turgan paytimda men yetib olaman hozir. O'ziga yarasha anaqasi bor edi-da, tezroq choping, yetib olaman desa ko'ramiz deb, ichimda ko'ramiz deb yugurayotganda daraxt orasiga kirib ketsam, u oyoqqa ketib qolgan. Hamkasblarning aytishicha, Yo'lchi Ortiqov sahna ortida ham Xolmuroddek rostgo'y va samimiy inson bo'lgan. U o'z ijodida sun'iylikdan qochgan. Har bir so'zni, har bir harakatni qalbdan his qilib ijro etgan. Bugun esa xalqning sevimli Xolmurodi oramizda yo'q. Ammo Tog'li kuyovdagi o'sha unutilmas sahnalar, Xolmurodning jiddiy nigohlari, Tog'li kuyov obrazi o'zbek kinosining oltin xazinasida abadiy yashaydi. Osmon bo'lsam yulduz bo'lgan do'stim endi yo'q. Tun dilimga kunduz bo'lgan do'stim endi yo'q. Osmon bo'lsam yulduz bo'lgan do'stim endi yo'q. Hayotimga yulduz bo'lgan do'stim endi yo'q. Mehri dunyolarga yetar, umrim menda davom etar. Yodi jonim bilan ketar, do'stim endi yo'q. Yodi jonim bilan ketar, do'stim endi yo'q. Yurtimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarning son sanog'i yo'q. Ayniqsa san'at va madaniyat yo'nalishida bo'lsa, yo'ling ochiq. Shunday umidli yosh xonandalardan Moxtabon Mirzayeva bilan uchrashdik. O'zim maza qilib suhbatlashdim. Xullas, suhbatimiz juda ham qiziq bo'ldi. Jarayon sizga qiziq bo'lsa, suhbatni tomosha qilamiz. Marhamat. Demak, azizlar, doira jamoasi Mirobod madaniyat markaziga yetib keldi. Hozir Moxtabon bilan uchrashamiz va ajoyib suhbatni sizga taqdim etamiz. Ketdik. Assalomu alaykum azizlar. Doiraning bu galgi mehmoni yosh ijodkor, kelajagi porloq xonandalardan Moxtabon Mirzayevani chiroyli mana shunaqa studiyasiga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Kelganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Bu studiyada men dars o'taman. Bu studiya katta maktab bo'lib, o'sha yosh san'atkorlarni, yosh ijodkorlarni o'qishga, katta hayotga, katta sahnalarga tayyorlaydi. Bu studiyaning nomi AH Vokal. Bu maktabda estrada yo'nalishida dars olinadi. O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov akademiyasining katta ustoz Abduhalilov Jamshid Xurramovichni qo'llarida ishlayman va ularning studiyasida dars beraman bolalarga. Ko'pincha menga shu san'at yo'nalishida o'qib, masalan, boshida musiqa maktabida o'qiladi-ku, musiqa maktabida o'qiladi, litseyda yoki kollejda, keyin institutda o'qiladi. Menga ko'pincha har xil sohadan, har xil yo'nalishdagi o'quvchilar kelishadi. Ko'proq o'zini yo'nalishida ishlab, charchab, dam olgani kelishadi ko'proq. Chunki vokal nafaqat sahnada, balki hayotda ham o'z o'rniga ega bo'lgan kasb. Qachonki charchaganingizda yoki stressga tushganingizda bu holatdan olib chiqib keta oladigan kasb hisoblanadi.
Moxtoba aytdingiz, o'sha vokal insonni tinchlantiradi, o'sha miyasini dam oltiradi. Bu nafaqat o'sha o'zi xonanda bo'lishni istagida, balki oddiy masalan men ham hozir o'sha stresslardan, qanaqadir biroz charchoqdan yengil tortish uchun bemalol vokalga kelsam bo'ladi. Albatta, bemalol kelib o'zingiz ustingizda ishlab, maza qilib qo'shiq aytib ketsangiz, albatta hamma dardlaringiz esidan chiqadi. Masalan, meni o'quvchilarim hozir aytsam hayron qolasiz. Shu darajada qiziqishadiki vokalga, o'zlari musiqa sohasida o'qishmagan, lekin notani tushunishadi. Eshitish qobiliyatlari juda ham yaxshi, juda ham talantli. Hattoki ayrim bir ba'zi nima deydi, xonandalardan yaxshi ijro etishadi. Men hayron qolaman, balki bilmayman. Hozir aytsam, bittasi doktor yo'nalishida shifokor, bolalar stomatologi, yurist, logistika. Demak, ularning yoshi kichkina emas. Kichkina emas, hammalari katta. Yoshlar bilan ishlash ozgina qiyinroq. Bolalar bilan ishlash, chunki men o'z bog'chada ishlaganman, bilaman. Hold your breath and count to 10. Feel the earth moves ahead. Moxtoban, siz ko'plab loyihalarda yaxshi o'rinlarni egallagansiz. O'zingiz ham bir tanishtirib o'ting. 2015-yilda Toshkentga kelgan bo'lsam, 2015-yildan beri O'zbekiston shu davlat xizmatlari, davlat tadbirlaridan bo'shamadik, ortmadik. 2015-yildan beri har xil davlat tadbirlariga chiqib qatnashib kelaman. Har xil tadbirlar bo'ladi, har xil majlislar bo'ladi. Yosh ijodkorlar uchun har xil tanlovlar bo'ladi. Bu yerda ishtirok etib kelganman. 2017-yil yosh ijodkorlarda birinchi o'rinni olganman. Undan keyin Vatan kuychisida birinchi o'rinni olganman. Bilasizmi, Chehran opa, men ko'proq loyihalarda ishtirok etganimda nafaqat vokaldan tashqari endi общий artist qanaqa bo'lishi kerak sahnada. Ko'proq shu narsaga e'tibor beraman. Ichida raqs, shou, o'sha ijroyam, liboslar, image maker, hattoki ko'pchilik endi ishonmadim, bilmadim. Makiyajni ham, soch turmagini ham o'zim qilaman. Har safar o'zim qilib kelganman. Energetikangiz shunaqa butun hozir xonani egallab turibdi-da, rostdan ham xonanda bo'lmaganingizda bilmayman, bir haqiqatan bir sport ustasi bo'lardingiz derdim-ku, lekin siz sport ustasisiz. Sport bilan ancha yillardan beri shug'ullanasiz va aynan qaysi turligini endi ochiqlasak bo'ladi. Voy, sport turi, masalan, juda ham ko'p turlari bilan shug'ullanaman. Hozir ham yoga bilan ko'p shug'ullanaman, suzish bilan ko'p shug'ullanaman. Hozir kamon ochish bo'yicha oldi qatorlarda turaman. Ba'zida konkurslarga ham qatnashib turaman va yaxshi nishonga olaman deb ayta olaman. Sizni bir hammaga hit bo'lgan va ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p keng aylangan qo'shig'ingizni, o'sha deb baqirgan ovozingizni hozir men emas, juda ham ko'pchilik muxlislar kutib tursa, men ham kutib turibman. Bir jonli ijro bir eshitsak sizdan. And you're joking a lot outside. I'm so just a little bit history repeating. Mana iqtidor, mana iste'dod. Biz siz bilanmiz. Hech qachon ijoddan to'xtamang. Ijodkorlik va shu qalbingizdagi qaynab chiqayotgan iliq ijod har doim davomiy bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar.
ko'rganingizda mana mantilar qaltirash kerak. Mening yurtim telekanalda necha yillardan buyon efirga uzatilib kelinayotgan Qodirxon serialini ijodkorlari bilan uchrashdik. Xo'sh, Qodirxon seriali yana davom etadimi yoki final yaqinmi? Bu haqda ijodkorlarning o'zlaridan bilib olasiz. Marhamat, lavhani tomosha qilamiz. Yes, Natun. Kettirachlik. Ranglar paytamiz o'zimiz. Serial melodrama janrida bo'lib, unda aka-uka va do'stlik munosabatlarini asrab-avaylash, oilaviy an'analarni qadrlash, mehr-oqibatli bo'lish kabilar bosh qahramon Qodirxon misolida ochib beriladi. Ayniqsa bugun ayrim oilalarda biroz tanqis bo'lib kelayotgan mehr-oqibat, qarindosh, jigarlar o'rtasidagi munosabatlar, oilaga, do'stlikka sadoqat, ishonch kabi tuyg'ular real voqealar orqali ifodalanadi. Serialda qanaqadir voqea bo'lsa, tomoshabin o'sha voqeada o'zini ko'rsagina u serialni ko'radida, keyin tomosha qiladi. Agar u bo'lib turgan epizod yo bo'lib turgan voqeani tomoshabin ko'rib, bu hayotda bo'lishi mumkin emas bunaqa narsa deydigan bo'lsa, bu serialning umri qisqa bo'ladi. Avvalo, menimcha shu hayotiy bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Chunki inson hayotida baribir mana o'zingiz misol necha yoshsiz hozir? 21 yosh, 21 yil ichida sizni hayotingizda har xil voqealar bo'lgan. Serial ham xuddi shu oddiy bir hayotdagi insonlarni o'zida bo'lib turgan voqeani olib chiqib ko'rsatib berish. Har bir personaji go'yo oila a'zolarimizdek bo'lib ketgan. Har oqshom minglab yurtdoshlarimiz xonadonida tomosha qilayotgan Qodirxon seriali mana 6 yildirki telekanalimiz orqali taqdim etilib kelinmoqda. Bu serial nega 9 mavsumdan buyon hali ham ekranda, hali ham tomoshabini bor, hali ham yaxshi ko'rishadi. Bu Qodirxon seriali oilani bir a'zosi bo'lib qoldi. Har bir xonadonni bitta a'zosi. Va bu mavsum ham yana bir o'sha o'zimizni milliy e'tiqod, an'analarimizga xos bo'lgan bir qancha munosabatlarni qay darajaga kelishi va qanday boshlanishi haqida gapirsa kerak serial menimcha. Shu vaqtga qadar 9 mavsum va 1000 dan ortiq qismlarni tomoshabinlarga namoyish etgan ijodiy jamoaning mehnati va ahilligini alohida aytib o'tish kerak. Mavsumlar davomida ko'plab aktyor va aktrisalar almashdi ham, ammo bu serialning g'oyasi va maqsadiga aslo ta'sir qilmadi. Lekin jamoada 6 yildan buyon o'z rolini ijro etib kelayotgan aktyorlar ham yo'q emas. Aynan sizni rolingizda 1-mavsumdan to 9-mavsumgacha bo'lganda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Siz o'zingiz rolingiz. Juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Birinchi o'sha tog'a-jiyan bo'ladi. Erkatoy jiyan bo'ladi. Haligi Qodirxon bosh qahramonni, o'sha jiyani Bahrom obrazi meniki, hamma tomoshabinlar bilishadi. Boshida o'sha shunaqa bo'ladiki, o'sha yurakdan, o'sha sidqi dildan tog'asiga xizmat qiladigan jiyan bo'ladi. Undan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin dushman tomonga sotilib ketadi. Buni ham yechimi bor, o'sha serialda ko'rsatib berganmiz, nima uchun bo'lganini. Buni tomoshabin yaxshi biladi. Ko'plab muxlislarni serialning endilikdagi taqdiri qiziqtirmoqda. Serial yana davom etadimi yoki final yaqinmi? Xudo xolisa bundan keyin ham voqealar davom etaveradi. Hafta davomida sizga ilinganlarimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizni aslo zeriktirib qo'ymadik. Qaytgancha bizni ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga obuna bo'ling. Fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Hozircha esa xayr, omon bo'ling.